Yurttaşlar yine bugün 15 mart ikinci savdamız Xudo xolasa Gentra avtomobili bo'ladigan bo'ldi. 2023 yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Gentra avtomobilimizni Bag'at Navoiydan kelgan Ozodbek ukamiz berdik. Yana uka kilti, yaxshi kunlar to'laminglar. Apalar bilan kelgan ekan, apalar video ochishni xohlamadi. Ustalar nakkilib o'zlari ko'rsatdilar. Mashinamizning narxi 140 million so'm bo'ldi, naqd pul bo'ldi. Yana sotgan mashinalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Mashinamiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan edi. Ustalar nakkilib o'zlari tez keltirib olib turibdilar. Shumkalari bor edi. Lilolim poliklar to'shalgan edi. Mashinamiz 17.000 kilometr yurgan edi. Yurgan mashinamizning narxi 140 million bo'ldi. Kimga shunday arzon va sifatli mashinalar kerak bo'lgan bo'lsa, Bag'at tuman Gayna ro'parasindagi Bag'at Avtolider saloniga kelaverasizlar. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari mavjud. Hammangizni salonimizda kutib qolamiz.